Davom etamiz. Bugun atrof-muhit musaffoligini ta'minlash, chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish va aholi uchun ekologik jihatdan xavfsiz yashash sharoitini yaratish dolzarb vazifalardan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, yillar davomida foydalanib kelingan chiqindi poligonlarini tartibga keltirish, ularning atrof-muhit va aholi salomatligiga salbiy ta'sirini kamaytirish hamda foydalanishdan chiqqan hududlarni qayta tiklash bugungi ekologik siyosatning muhim yo'nalishlaridan biridir. Shu maqsadda Yuksalish harakatining Navoiy viloyati bo'linmasi tomonidan chiqindi poligonlarni rekultivatsiya qilish masalasiga bag'ishlangan jamoatchilik eshituvi o'tkazildi. Hozir shu haqda. O'zbekiston 2030 strategiyasining mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturida Navoiy viloyatida qattiq maishiy chiqindi poligonlarini qisqartirish darajasini 9,7% ga yetkazish rejalashtirilgan. Buning uchun rekultivatsiya qilinishi lozim bo'lgan poligonlar ro'yxati shakllantirildi. Bosqichma-bosqich chiqindi poligonlarida chiqindilarni saralash, qayta ishlash bo'yicha yangi loyihalar amalga oshiriladi. Ammo hali bu borada amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar ham mavjud. Masalan, Navbahor, Tomdi tumanlarida joylashgan chiqindi poligonlariga boruvchi yo'llar qum qoplamali bo'lgani bois maxsus texnikalarning harakatlanishi uchun muammolar tug'dirmoqda. Bu esa chiqindi tashish xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotlarning ish unumdorligiga salbiy ta'sir etyapti. Shuningdek, maxsus texnikalarning tez-tez ishdan chiqishiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, rekultivatsiya qilingan chiqindi poligonlari ham belgilangan talablarga mos emasligi Yuksalish harakatining jamoatchilik guruhi a'zolari tomonidan monitoring davomida aniqlangan edi. Rekultivatsiya jarayonlarini sifatli amalga oshirish bo'yicha mutasaddilarga zarur tavsiyalar berildi. Jamoatchilik eshituvida chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligining Navoiy viloyati boshqarmasi hamda chiqindi poligonlarini boshqarish direksiyasi viloyat hududiy boshqarmasi boshliqlarining bu borada amalga oshirgan ishlari yuzasidan axboroti tinglandi. Bugungi jamoatchilik eshituvida viloyatda maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish ahvoli hamda viloyatdagi mavjud poligonlarning sanitariya ahvoli muhokama qilindi. Ushbu eshituvda bizlar tomonidan qo'yilgan muammolar hamda takliflar ham inobatga olindi. Bugungi kunda sanitar tozalash korxonalarini qiynab kelayotgan muammo Navbahor tumani hamda Tomdida joylashgan ikkita maishiy chiqindi poligonimizga olib boradigan yo'l o'ta achinarli ahvolda edi. Bu esa xizmat ko'rsatuvchi korxonalarimiz texnikasini buzilishiga va xizmat sifatini pasayishiga noqulaylik tug'dirmoqda. Ushbu jarayon deputatlarimiz tomonidan ko'rib chiqilishida katta rahmat aytamiz. Shuningdek, muloqotda eski chiqindi poligonlarini yashil makonga aylantirish, poligonlarga eltuvchi yo'llarning holatini yaxshilash bo'yicha mahalliy davlat hokimiyati organlari mas'uliyatini yanada oshirish, aholining o'z xonadonida birlamchi bo'g'inda chiqindilarni saralash madaniyatini shakllantirish, chiqindi poligonlari atrofida yashil belbog'lar tashkil etish bo'yicha tegishli takliflar o'rtaga tashlandi. Aynan mana shu bugun ko'rilayotgan, ya'ni qattiq va maishiy chiqindilarni saqlash, ularni qayta ishlash masalasi jamoatchilik guruhi vakillari tomonidan joyiga chiqqan holda tanlov asosida Navbahor tumani, Tomdi tumani hamda Karmana tumanida joylashgan chiqindi tashlash poligonlari o'rganib chiqildi va bo'yicha tegishli o'sha ma'lumotlar bugun kiritildi. Mana shu bo'lib o'tgan jamoatchilik eshituvida ham aynan mana shu o'rganilgan muammolarni, umuman chiqindi masalasiga oid muammolarni bartaraf etish bo'yicha mana bugun mas'ullarni taklif etib, shu yechimiga oid bir qator taklif va tavsiyalar bildirilyapti. Bildirilgan taklif va tavsiyalar albatta tegishliligi bo'yicha mas'ullarga yuborilib, kelgusida ularni bartaraf etish choralari ko'riladi. Eshituvda ta'kidlanganidek, chiqindi konteynerlari atrofi dezinfeksiya qilinmasligi aholining e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Chiqindi tashish mashinalari poligonlarda yuvilmasligi va dezinfeksiya qilinmasligi, poligonlarning o'zi ham dezinfeksiya qilinmasligi antisanitar holatlarni keltirib chiqarmoqda. Bundan tashqari, eshituvda aholining chiqindi tashlash madaniyatini oshirish bo'yicha ham ishlarni samarali tashkil etish kerakligi qayd etildi. Eshituvda jamoatchilik guruhi a'zolari, nodavlat notijorat tashkilotlar rahbarlari, soha mutaxassislari, ekspertlar va ommaviy axborot vositalari vakillari sohani yanada yaxshilash yuzasidan o'z fikr-mulohazalar va takliflarini bildirdilar.